أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Yukarıda biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazla inayet rahmetiyle En-naibu anil fa'ili degan ders kılışkan tok. Bugün kege yerimiz bu bab yani iştigal ameli anil ma'muli diye kip toktap kalın tok. İnşallah bunu devamlaştırırız. Musannif deydi iştigalul amili anil ma'muli. Amilninki yüzürüşü. Amilnin yüzürüşü ma'muldin. Bu iştigale yeştegilu degen pildin kegen iştigal. Bu mastar. Bu pildin iştigale, yeştegilu, iştigal degen muşu pil, o muşpa pilniki başka. Müştekkatlardan keyin en kip kıp kalsa yüzürgenmendi de işte kala yüzürgenmen kilde ma'muldun nime amilin yüzürüşü ma'muldul demekçi de mesela kanda sana bir misal Zeyden zarabtuhu desek meyada darabtuhu degen amil Zeyden'den yüzürdü. Gerçi meşedeki zarabtu hudiki hu az zeyden kaydılgan bolsumu merceği zeyden boğan bolsumu hulen kipaynip men aşnikle mefhulun bir kelimen dep zeydenden zürüken buldu. Ama o zeydenden amil kaysetse aşağıdaki amil mahzup ki aş mahzup boğan amilni mezkur olan amil tefsir kıpırdı. O cihetten Zeyden de nasıl kılıdı demekçi. O amel zarabtu Zeyden zarabtudaki amel ulen Zeyden'in yüzürse onu nasıl kılı sebep nime diye bir sual şuda dese üyedeki aş mezkur olan zarabtuhu diyen fiil mezkur bu Zeyden'in beşideki zarabtu diyen fiil mahzubni tefsir kıpırdı. O cihetten nasıl kıldı. Ama aşağıdaki zarabtuhu'daki amil ço Zeyden'den yüzürdü. Yani aşı amilin zarabtuhu diken amilin yüzürüşü nemeden ma'muldun ki ismi sabıktın deydi. Zeyden'den. İştigalul amili anil ma'mul diye şundak bu. Nadım deydi o. Yani musannif deydi ki in mudmerus منز- المزمرس من سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرب ألتزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غلب يا ده مصنف تيريكي إن مضمر اسم سابق فعلا شغل eğer meşgul bolsa fiilen şagala anhu yani yüzürgen bolsa ay isimden eğer yukarı isimninki bir zamiri ki yüzürgen bolsa nime eğer meşgul kan bolsa ya ki ilgili isimninki zamire bir pilne bu ilgili isimden meşgul kıygan bolsa nimelen binasbi lafzihi o o zamirning ço lafzı nasb kılışlan. Ya ki onun mahalline takdiren nasb kılışlan
Mındaq nim bo'lgan bo'lsa, agar mashg'ul qilgan bo'lsa, ism sobiqning zamiri bir fe'lni uningdan mashg'ul qilgan bo'lsa, uning lafzini nasb qilishlan yoki mahalli taqdiri nasb qilishlan. Mashg'ul qilgan bo'lsa, qanday qilgan? Fassabiqan sibhu bi fi'lin uzmira. İlgek isimni zavarqin amtaş ilgek isim sabıqın zavarqin bir fiilin udmira degan bir fiilin huzifa demekse mahzub bo'lgan mahfiy qilingan pillan o isim sabıqın ço zavarqin zavarqin hatman vacib tariqada deydi. Hatman muvafiqin lima qad azhara aşkara yuşurun kelgan ay pilga uygun holatdagi bir maxfiy qilingan pillan vojib tariqacha u ism sobiqni zavar o'qigan deydi. Xo'sh, ham bu yerda bu ishtig'ol degan nimasi? Ishtig'ol degan gap buni tarifi bir ismninki ilgari bo'lishi. Bir ismning ilgari bo'lishi. Zaydan zarabtuhu. Yaki Zeyden merartu bihi, Zeyden zarabtu gulamahu degan o'xshash bir ismninki ilgari olup, u ismning kincho bir fe'lninki kim bo'lishi. Ism ilgari olup, bu ismdan bir nima bir fe'lning keyingi kelishi. Endi u fe'l keyin kelgan fe'l yani aş ismning o'zida emas, ism zoir chunki beshiga chiqqanlik bo'lganda emas, ay ismning o'ziga qoidadigan bir zamirda amal qiladigan bo'lishi. Ya uning sababida degandek masala chiqdi. Zaydan zarabtu hududuq. Desak bu yerda ism ilgari bo'ldana. Bu ismdan cho zarabtuhu degan fe'l keyin bo'lgan bo'ldi. Ama zarabtuhu degan bu fe'l ay zeyden qaytadigan ay ism qaytadigan zamircho amal qildi. Zarabtuhu degi huning marjai qaytadigan o'rni zeydanga bo'ldi. Ashundaq turgan turib u ismdan yuz o'rib ay ism qaytadigan zamirlar bilan kifoyalanib ashunga mashg'ul bo'lib shu zamirda amal qildi deydi. Hmm. أو بنسب لفظ onun lafzını nasıl kılışın? Zeyden zarabtuhu dedik mesela. Ya ki onun ço mahallen nasıl kılışlan? Zeyden marartu bihi degendek. Bu takdiren nime bu mensup demekçi de bu. Lebzen mecrur olsun mu mahallen mensup bu. والنسب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. Hoş. Hem de yine anıda hatmen muvafıkın lima kad uzhira degan mesela bunun da nuhatlarının nahvi olmalarının bir qancha xil ko'z qarashi bor buniki buning nasibida mush ism nasb qiluvchi bo'lgan nimada omil mazkurda nahviy olmalarning bir qancha xil ko'z qarashi bor va jumhurning ko'z qarashi bor va uning boshqalarning ko'z qarashlari bor ko'pillarning ko'z qarashi emaslar. Cumhurlar deydiki u olsa uni zavar qiluvchi nasb qiluvchi vujub tariqida maxfiy qilingan fe'l shu zavar qiladi deydi ekan. Cumhurlar borki uni ismni zavar qiluvchi nima deganda u maxfiy vojib bo'lish uningki hazb qilish vojib bo'lgan bir fe'l deyganda. Çünkü mupassir orlig'ini toplaş. Ha, mupassir bayada mupassirni bo'lish mahalda bo'lsa mupassirning rol qilmagan bo'ladi. Shu jihatdan bu nimani bu fe'lni hazb qilish vojib deydi. Vojib tariqada
buna hazbi vacip bo'lgan fe'l aşı uni nasb qiluvchi deydi ekan jumhurlar. Ama aş fe'l maxfiy bo'lgan fe'l, ya'ni fe'l muzmar, aşı fe'l muzhargacha mos bo'lgan bo'lishi kerak. Uygun bo'lishi kerak. Uygun bo'lishi kerak. Labzan va ma'nan uygun bo'lishi kerak. Masalan, Zeyden zarabtuhu degan qo'limizning o'qishiga kelsak, taqdirim demakchi desa taqdiri zarabtu Zeyden zarabtuhu degan o'xshash. Va ba'zi ma'nan o'qish bo'lib qoladi, labzan o'xshashmaydigan. Hatman muvafiqin lima qad uzhira degan ash. Muvafiq degan ya labzan ya ma'nan o'xshash, qanimning o'xshash, aşağıdaki muzhar bo'lgan omil muzmar bo'lgan maxfiy az qilinib ketgan pilg'a o'xshash labzan va ma'nan o'xshash zarabtu zaydan zarabtuhu taqdir nima zarabtu zaydan zarabtu degan o'xshash va ham labzan o'xshashdi va ma'nan o'xshashdi. Endi ba'zida u muvaffaqat ma'nan muvaffaqat bo'lish labzda emas. Masalan, Zeyden marartu bihi degan so'zimiz o'zicha taqdiri nima demakchi desa, javaztu Zeyden marartu bihi demakchi deydi. İkisining ma'nosi baribir o'xshash. Buni o'tdim man degandek. Ammo labzda farqli. Musannifningki hatman muvofiqin lima qad uzhira degan qavlninki murodi mana shu. Buna da ikinci xil ko'z qarash bo'lib, zodi shuni nasb qiluvchi omil qaysi deganda, jumhur ulamolar iliq degandek, o fe'l muzmar aşağıdaki hazb qilinib ketish, hazb qilinish vojib bo'lgan, shu fe'l nasb qiladi degan bo'lsa, ikkinchi xil ko'z qarash yo'q. Onu nasb qiluvchi omil o ismdan keyingi pil mezgurlan. Şununla mensup değil iken. Bu ko'p yillik ulamoning ko'z qarashi ekan. Ammo bular haqida ixtilofotlar bor o'nida. Voy ba'zi deydi ekan u ismda amal qiladi, ism va zamirda bir xil qilib ekan. Va ba'zi yoqmanda emas. Bu ismning zamirga hech qanday amal qilolmaydi deydiganlar bor ekan. Bunda bir necha xil ko'z qarashlar bor. Ammo bil jumla ko'pchilik ulamolar deydi ekanki, bu mansub shu Zaydan zarabtuhu degan Zaydan mansub bo'ladi deymilansa, Zaydandan keyingi fil mazkurlan mansub deydi ekan. Cumhurlarcha yo'q, uning aksi, uning nasbg'usi maxfiy, yani pil muzmar vacip tariqada onunki zamir qilinishi, yani hazb qilinishi, maxfiy qilinishi vacip bo'lgan pil. Ay şu vacip, şu nasb qiladi. Yani Zaydandan burunqi pil mahzub mushu nasb qiladi deydi ekan. Cho'ng ikki xil ko'z qarashmish. Jumhurlar ko'z qarashi uni nasib bo'lsa pil muzmar vujub tariqada. Ko'pchiliklarning ko'z qarashida yo'q, u ism zavab mansubdir. Nima bilan deganda ismdan keyingi fe'l mazkurlan deydigan ko'z qarashlar. Xo'sh, والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. Nasb qilish vojibdir. Bu ism sobiqni nasb qilish vojib. Qachon desa, agar yaqin bo'lsa, intala yoki yondashib kelsa, yonma-yon kelsa, bu ism nimaga kelsa, pilg'a alayda pilg'a o'ng cho'ladigan narsaga, pilg'a o'ng cho'ladigan ba'zi adovatlar bor-da, masalan, in, haysuma, o bu degandek. Mushundaq narsalarga shu pil yondashib kelib qolsa, u xil ismnicho qat'iy zavar o'qish vojib deydi. Bunun ma'nosi
Yani vacip demekçi de bu musanniften bu beytin manisi ve nasbu hatmun inteles sabiqu ma yaktassu bil fi'li ke in ve haysuma degan bu beytin manisi aş şu ilgili kısmını zevar okuş vacip değil. Mesela in zeyden ekremtehu değil. Eğer zeyda hunne sen mümkünsen ekremtehu ekremeke. İn zeyden ekremtehu ekremeke. Degendek. Eğer zeyda hunne sen kanda kılsan ikram kılsan olsun ikram kılıdı. Degendek mesela bu mevzuda. Bu bekleme mazlum demek ise bu ilgaki isimni zevar okuş vacip. Zeyden gen isimni. İn Zeyden ekremtehu degen Zeyden mana zevar okuduk. Çünkü bu qandaq oldu etse fakat likillan pilgi yanlış keladigan odatdan keyin kelgachga. Nima? Ay isimcho. Ay isim pilgi yanlış bilgen. Fakatla pilgili kirdigan. Mesela in, ay, suma, bu degan bu harflarning hammasi fakatla pilgi kirdi. İsim kirmaydi. Ama şu isim aşı adattan keyin kelgachkilamla buni hamini adat shart deb ataladi. Masalan, adat shart o'xshash. Bu vaqtning o'zida qanday qiladi deganda bu ism sobiqni nasb qilish vojib deydi. In Zeyden ekremtehu ekremeke. Haysuma Zeyden talqahu fe ekrimhu. Degandek mesela. Buna hammasi bu in ve haysuma'dan ibaret bula olsa nima adavat şartla bula. Bu fakatlikilen pilgılı yanlış mı keladi? Mush pilg'il xos demak. Buning o'zi mush adovatning keng kelganligi uchun bu yerda bu ismni zavar o'qish qat'iy vojib bo'ldi deydi. والنسب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما زبر okuş vaciptir eğer yanlış kelgan bo'lsa egishib kelsa mushu nima ismi sabiq pilg'ili o'ngchi bo'ladigan pilg'ili xos bo'lgan narsaga erishishlik kelgan bo'lsa demak u harflar in va haysuma degan harf bu beshiga chiqib bu ismchi ikkinchi rat kelibdi in zaydan akramtahu akramaka va haysuma zaydan talqahu fa akrimhu deganda bu suratda bu ism sobiqcha pilg'i o'ngchi bo'lgan pilg'i xos bo'lgan narsa erishib kelib qolib qolsa zabar o'qish vojibdir deydi. O pilg'on o'xshaydi o'ngchi yo'llagan pil xos bo'lgan narsa nimaga o'xshash desa inga o'xshash va haysumaga o'xshash deydi. Xo'sh. وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فرب التزمه أبدا deydi. Ve eğer erişip kip kapkasa bu ismi sabık. Es-sabık'tın ismi sabık demekçi değil. Mevzup, mahzup. Aş pilga ilgiri olgan. İsmi sabık iptidaga umumçolğan nəsinin üzgə erişib kip qalsa, o vaqtda həmişə fərrəf'al tazimhu abada. Rəb'ini lazım tutqın. O rəb'ini həmişə rəb'i qığın. Rəb'ini lazım tutqın. Nimi gəlsə, ay isim sabıqqa deyir. O isim sabıqına həmişə rəb'i oxuğan demək. Rəb'i oxuş lazım, vacibdir. Mesela iktidaga nim bo'ladigan u o'ng bo'ladigan xos bo'ladigan bu odatlar qaysisi masalan izoga o'xshash izoi mufojaa deydigan bir izo ya ushtum tut deydigandek masalan xarajtu fa iza zaydun yadribuhu amrun degandek chiqdim men to'satdan shunda chiqsam zayd urib o'tibdi zaydni amri urib o'tibdi degandek. Mesela bu yerde Zeydun'ga ism sabık qandaq oldu deganda şu ibtido xos bo'lgan ism nimadan keyin odatul ibtido mushlardan keyin keldi. Mush odatdan jo ibtido xos bo'lgan mush odatdan keyin keldi Zeydun. Feiza Zeydun xarajtu feiza Zeydun yadribuhu emrun deganda.
Ee, bu vaqtda bu ismni ana Zeydun degan o'xshash buni hamisha uning rab ismi lozim tutgan deydi. Uni nasb o'qish durust emas. Xarajtu payza Zeydan yadribuhu amrun deyilolmaydi. Chunki bu izah degani shu nim bo'lmaydi deganda pil u izohdan keyin hech qanday nim tushmaydi vala zohiran vala muqaddaran shu pil tushmaydi deydi. Kaza izel fi'lu tala ma lem yarid ma qablu ma'mulan lima ma qablu ma'mulan lima ba'du vücid. Şunu o'xshash ya'ni shuni o'xshash qandoq deganda ya'ni shu ism sobiqni rafiy o'qigan demakchi-da endi. Chiqib ketdikmi? Bir bayt chiqib ketib qolibdi. Ha, kaza izel fi'lu tala ma lem yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du vujid. Yani şunu o'xshash deganlikning o'zi qandoq shunga o'xshash ilgargisini rafiy qilish vojib bo'ladi. Qachon yondashib kelib qolsa, shu zamir bilan mashg'ul bo'lgan fe'l nimaga bir odatga bir nimaga e, bir odat sayman odat demaydi masalan shu adovat shart adovat istifhom degandan iborat masalan va undan boshqa adovat tahdid araz lamul ibtido kam xabariya hurufun nasiha mavsul mavsub huruful istisno deganlar mana shuning hammasi masalan. Va agar shunga o'xshash qanday qiladi bo'lsa vojib bo'ladi ilgargisini pish qilish qachon yaqin bo'lib kelsa bu zamirlar lam mashg'ul bo'lgan fe'l odatga odat yuqorida degan odatlarni shu sanab kelgan odatgaki uning kendiki o'zining ilgarigi amal qilolmaydigan mushundoq odatga yondashib kelib qolib qolsa u ism sobiqni shu pish o'qish yana vojib bo'ladi deydi. Mesela Zeydun in laqitahu fa akrimhu deptik. Zeydahun diye adam onunla puşkap kap kalsan onu bir özlağıda hürmetini kıp koyasa onu izzet ikram kıp koyasa degandek. Zeydun in laqitahu fa akrimhu ve Zeydun el tadribuhu degan o'xshash masalan. O'shada Zeydunni pisho qilish qat'iy lozim. Pisho qiladi. Chunki bu yerdagi laqitahu degan bir fe'l nima yondashib keldi, yaqin bo'lib keldi desmay in degan odatga yaqin bo'lib keldi, odat shartga. Ki amal qilolmaydi. Bunun kendiki, innin kendiki laqitahu onun ilgakiki Zeydun'dan ama Zeydun hakkında hükümranlık kılanmaydı. Mesela adavat şart, adavat spam maynapiya degendekler bu narsa, bu adavatın king kelgen amilla yoki pilla bu adavatın ilgiri kelgen o ismi sabıqtıcı amel kılanmaydı. Unda qo'g'ach bu ismni qanday qilindi deganda rafiy qiladi, rafiy qilish vojib deydi. Shuni o'xshash kaza izal fi'lu tala ma'lam yarid. Shuni o'xshash rafiy qilish vojib bo'ladi. Fe'l qachon fe'l egishib kelib qolsa bir narsaga bir odatgiki bir adovat shart adovat istifhom maynapiya deganimiz odat ma'di murod ashu ki kammidi yoki lam yarid kammidi o'ninki maqablisi uning mabadisi uchun u odatninki maqablisi uchun uning mabadisi uchun ma'mul bo'lmadi uningdan maqablisi bo'lgan ismi zohir
o adatın mabelsiga üzün keyin kelgen pil üçün ma'mul olmadı. Onun ışkandak musallat bulmadı da. Aşında tepilip kıp kalsa şu vakitte mu keda diyelikimizi yani kezalike yecibur rab'ul ismi sabiki demektir. Ha. Şunu şaş şu isminin üzerine yine Rab yokuş. Vacip demek için beytten manisi. واختير نسب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب. Endi bu yerde bu isim sabık ne? Rapi uqsam bo'lgan bo'ldi, nasb uqsam bo'lgan bo'ldi. Lekin nasb o'qish tanlan ixtiyor qilindi desa yaxshiroq deydi. Vaqtira ixtiyoraning majhuli nima? Ixtira. İxtiyor qilindi, yaxshi sanaldi. Bu ismi sobiqni nasb o'qishni ixtiyor yaxshi sanaldi. Tanlandi. Qabla fi'lin zi talab. Bu yilqi talab ma'nosini uqtirdigan bu nimdincho talab ma'nosi uqtirgan fe'ldan burun bu kelgan ismnicho nasb o'qish yaxshiroq. Ammo rafiq ham bo'ladi demoqchida buningda. Masalan ne deymiz? Talab ma'nosini uqtirgan fe'llar qaysi? Amr, nahiy, duo, araz, nido, istifhom degandek. Ism qilishi mina pipina chiqilib nimalar bor? Mushlarning hammasi talab ma'nosi uqtirdi. Talablar bular. Amr, nahiy, duo, araz, istifhom deganlar. Mush xil talab ma'nosini uqtirdigan mush ismdan keyin mushu talab ma'nosini uqtirgan bir fe'l kelib qolsa u vaqt qanday qilindi nasb o'qishsal yaxshiroq deydi. Zaydan idribhu. Mana ma'noda zaydan cho man talab ma'nosini uqtirgan amr siyg'isidan burun keldi. ixtiyor qilindi nasb o'qishni. Zi talab pildim burunki talab ma'nosini uqtirgan talabning egisi bo'lgan deganlik o'zina talab ma'nosini uqtirgan pildan keyingi pildan ilgari kelgan ismninki nasbini tanlandi deydi nasb o'qishni deydi tanlandi deganlik o'zi ixtiyor qilindi deganlik o'zi rafi o'qishsiz bo'ladi lekin nasb o'qish sal yaxshiroq demoqchi deydi va ba'dama ilauhul fi'la g'alab. Şunun o'xshash yana nasb o'qish ixtiyor qilindi, tanlandi. Qachon ismcho desa, uning ilqi pilg'i yondashib kelishi ko'pincha g'olib bo'ladigan mush adovatdan keyin ism kelib qolsa, u ismni ham nasb o'qish qanday qilindi, tanlandi deydi. O pilg'ida hamisha ko'pincha yondashib kelgan narsa nima yondashib keladi? Masalan, hamz istifhom yondashib keladi. Ezeyden zarabtahu diye o'xshash. Mush vaqtda zeyden deb, ezeyden deb zebar o'qish tanlandi deydi. Chunki bu yerda ism nimadan keyin keldi desa, ezeyden zarabtahu deganda buni mushu pilg'i yondashib kelish ko'p bo'ladigan odatki, ya'ni odat istifhomdan keyin keldi bu. Ezeyden zarabtahu deganda. Bu vaqtda nasb o'qish sal yaxshiroq. Rab'i umudrus. Ama nima nasb biraz muhtar tanlangan deydi. Hoş. Dersimizin devamı. Keyin davam inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil